Assalomu alaykum. Obunachilar, kanalimizga takror xush kelibsizlar. Xudo xolasa bugun ba'zi bir yangi vakansiyalarim bor inshaalloh. Bu vakansiyalarni yetkazmasdan oldin kanalimizda yangi bo'lsalaring, kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar. Va bundan tashqari yana doim aytamanki, menga mana shu Instagramdan bog'lanishlaring mumkin. Albatta, bilasizlar, xabarlaring bor. Ja unaqa bir ko'p vaqtim ham bo'lavermaydi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha lekin javob beraman. Va bundan tashqari mana shu Telegram gruppamizga endi ko'pchilik haligi videoni ostiga ba'zilarni ko'rib qolaman yozadi. Bular javob bermaydi deb. Yo'q, unday emas. Hammaga javob berib kelyapmiz qo'limizdan kelgancha. Adminlaringiz ham javob bermaydi, falon bo'lmaydi, piston bo'lmaydi deydigan insonlar ham bor. Lekin beryapmiz, javob beryapmiz, bermayapmiz emas. Kimlardir prosmotr uchun qilyapti deydi. Endi haligi it hurar karvon o'tar deydi-yu. Men ulardan ana shu itga ham tenglashtirmayman to'g'risi. Xo'p, endi asosiy bir maqsadga o'tadigan bo'lsak azizlar, Slovakiyada yangi vakansiyamiz bor. Bu yerga ham mana shu Volkswagenga. Albatta xabarlaring bor, eskidan ham biz Slovakiyaga shu Volkswagen firmasiga qilayotgan edik. Hozirgacha ham shu davom etyapti. Bir nechta odamlarda priglasheniyalar chiqib, endi haligi navbatga ham qo'yilgan. Sekin-sekin albatta birinchi yana bir narsani aytib o'tayki azizlar, Yevropaga kelib olishlik oson bo'lmayapti. Sizlarga bu Rossiyaga yo Turkiyaga ketish emas. Shuning uchun ham bilinglarki, Yevropaga kelgan insonlar, qilib kelgan insonlar vaziyatni juda yaxshi bilishadi. Oson bo'lmayapti kelishlik ham. Shuning uchun ham sizlarga kun bermayman. Shaxsan falon kuni vizangizni olasiz, muncha vaqtda priglasheniya chiqadi. Unaqa vaqtlar uje esdan chiqib ketib bo'ldi to'g'risi. Shuning uchun ham haligi bo'lyapti. Odamlarga bo'lyapti. Ya'ni bo'lmay qolayotgan insonlar juda ham kamdan kam desak ham bo'ladi. Endi atkaz olayotgan, shunga o'xshagan haligi bo'lmay qolayotgan ishlari. Lekin Xudoga shukr, bugungacha ya'ni minglab insonni Yevropaga kelishligiga sababchi bo'ldik. Volkswagendan bir ish bor. Joylar albatta azizlar chegaralangan. Kimda kim qiziqadigan bo'lsa, mana shu bizga Telegramimizdan kirasizlar, adminlarim bor, adminlarim bilan bog'lanasizlar. Oddiy ishchi lavozimda, ya'ni ishchilar kerak bo'ladi. Maoshi 1472 yevrodan. Ya'ni 1,5 dollardan oshiqroq maoshlari shunday. Talablari albatta rus tili muloqot darajasida bilishlaring kerak bo'ladi. Yoshingiz bo'ladigan bo'lsa, yoshga keladigan bo'lsak, 24 yoshdan to 45 yoshgacha bo'lgan aka-ukalarimizni qabul qilinadi. O'zbekiston hududidan sudlanmagan bo'lishingiz shart azizlar. Mana shu talablar bor. Oxirgi 3 yil ichida chet elga chiqmagan bo'lishingiz shart bo'ladi. Ya'ni oxirgi 3 yilda agar chet elga chiqqan bo'lsangiz, albatta zagram pasportingizni yangilashga to'g'ri keladi. Albatta kimda kim qiziqadigan bo'lsa, mana shu endi vakansiya mana shu. Kelmoqchi bo'layotgan insonlarga Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha biz shu priglasheniyani qilib beramiz. To'lovlari oldindan to'lovi faqatgina 200 dollar to'lovi bor. Azizlar bilinglar. Bir narsani sizlarga aytib qo'yayda bu yerda. Ko'pchilik haligi bilmaydi, tushunmaydi. Voy deydi, balki ba'zilarni mana internetlarda biz ko'rib qolyapmiz-da. Shaxsan o'zim Instagramda ko'ryapman, TikToklarda ko'rib qolyapman. Deydi, priglasheniya besplatniy. Mana sizlarga biz qilib beramiz. Kelgandan keyin pulini to'laysizlar. Yevropaga kelib olgandan keyin pulini to'laysizlar, falon qilasizlar, piston qilasizlar deyishyapti. Faqat deyishyapti xolosda bular. Endi bir narsani unutmanglar do'stlar. Balki to'g'ri dersizlar, balki noto'g'ri dersizlar. Mana shu yerda. Endi biz mana misol qilib beryapmiz. Qo'limizdan kelgancha mana misol hozirgi kunda oddiy bir soddagina mana shu Bolgariyani olib aytadigan bo'lsam, Bolgariyaga 1,5 dollarga qilib beryapmiz. 1300 1,5 dollar atrofida qilib beryapmiz. Endi bularni ichida hamma yo'g'i ichida deyapmiz. Siz shu mana shu 1300 yoki shu 1,5 dollar pulni to'lov qilib qo'yasiz. Ana undan keyin mashi bilan bo'ldi. Siz yetib kelyapsiz. Yo'l kira, mol kira, butun hammasi ichida bo'lyapti. Qaranglar, ichida nima narsalar bor? Mana shu biz qilib berayotganlarning ichida nima narsa bor? Hozirgi kunda internetdagi bizdan farqli o'laroq, biznikidan yaxshiroq ko'rsatayotgan insonlar misol ko'rib qolyapman deb, ajabo biznikidan ham yaxshimikin deb, oxiri bilsam unday to'g'ri kelmayapti. Ya'ni boshini qarasangiz oxiri to'g'ri kelmay qolyapti. Oxiriga qarasangiz bosh to'g'ri kelmay qolyapti-da, xuddi mana shunday bo'lib qolyapti.
Ya'ni Bolgariya to'lov qarab turinglar. Bolgariyani to'lov ichida приглашение bor. Tamam, biz pulga olyapmiz. Garantiya qog'ozi bor, dogovor bor, anketangiz bor, ochert bor, sugortangiz bor. Toshkentdan Istanbulga samolyot puliz, mana biletingiz olinyapti. Istanbuldan Bolgariyaga avtobus puliz olinyapti. Mana shuni ichida hammasi. Endi ba'zilarni ko'rib qolyapmiz, biz Bolgariyaga kelganingizdan keyin 2 oydan keyin pulini to'lov qilasiz deb kelishib, kelgandan keyin mana misol $2000 yoki $1500 yoki $3000 kelishilyapti. Hali odamlar borib turib, "Bo'pti, biz boramiz" deyapti, gap yo'q deyapti. Приглашение бесплатный deyapti-yu, sizlarga lekin garantiya qog'ozlaringiz, bundan tashqari dogovor uchun alohida pul olyapti. Garantiya qog'ozi uchun alohida pul olyapti. Anketa uchun sizdan yana alohida pul olyapti. Ochert uchun yana alohida pul olyapti. Sugorta uchun alohida pul olyapti. Sugorta, ya'ni $100 sugortangizga olayotgan bo'lsa, ochert $200 ga olyapti. Samolyot biletingizga alohida yana bir pul olyapti bular. O'zingiz cho'ntagingizdan qilyapsiz bu narsalarning hammasini. Yoki bo'lmasa bular olib beryapti. Biletingizni sizga olib beramiz deyapti. Ustiga qo'shib har tomondan qozonyapti bular. Narigi garantiya qog'ozini nima qilib berish ham pullik, dogovor ham pullik, anketa ham pullik, ochert ham pullik, sugortasi ham pullik. Hattoki sizni biletlaringizgacha pulli qilib beryapti. Biletlaringizgacha pulli. Mana shu yerdan qozonyapti. Bundan tashqari siz agar borganingizdan keyin birar oy ishlaganlaringdan keyin yoki bir 2 oy ishlaganingizdan keyin mana shu kelishilgan pulni berasiz deyapti. Endi bilinglar do'stlar, biz $1,500 ga butun hammasi ichida bo'lib qilib beryapmiz. Hozirgi kunda Instagramda, Telegramda chiqib turib приглашение бесплатный borganlaringdan keyin to'laysizlar, oldindan umuman to'lov yo'q deyotganlar, mana shuna qilib qo'pol qilib aytadigan bo'lsa ham ko'taningizni sug'urib olyapti. Shuna qo'lini tiqib turib sug'urib olyapti. Men qo'pol qilib aytayapman, lekin xafa bo'lmanglar. Men ochiq-ochiq narsani gapiryapman. Biz ochiqcha mana misol aytayapmiz. To'lovlari ham mana shu pulingiz ichida $1,500 ichida butun hammasi biz qilib beryapmiz. Lekin sizlardan bu boshqalar приглашение бесплатно kelganingizdan keyin buncha pul olasiz deb har bitta davlatga boy urib jar solyapti-yu, lekin insonlar, oddiy bir insonlar bunga tushunmayapti. Biz hattoki mana hozir ko'ryapman, juda ko'p insonlarni ko'ryapmanki, kelib olgan, Yevropaga kelishib olib, ishi tayin emas, yo'q, ishi yo'q. Viza qilib kelib olgan. Viza qilib kelib olgan $3000 ga. Bizga odamlar $500, $600 yo $1000, $1,500 eng qimmati. Shuni bergani qonni og'riyapti. Biz bilan tortishib yuribdi. Ba'zilar borki, $3000 ga qilib berib, Yevropaga olib kelib tashab qo'yapti. Endi bu yerga men aralashmayman. Tamam, biz ham aralashmaymiz, lekin bir yotoq joyi yo'q haligi odamda. Biz yotoq joyi bilan, ishi bilan hamma yo'qda tayin qilib turib, ana undan keyin biz qo'limiz yo'q, qo'ltig'imizga artyapmiz. Bo'ldi, endi biz ishimiz tugadi deb. Lekin ular shu O'zbekistondan Yevropaga jo'natib yuborgandan keyin na ishi tayin, na yotog'i tayin, hech bir narsasi yo'q, kelishib yana bizga murojaat qilyapti. Zoir aka, siz Yevropadasiz. Sizni anchadan beri taniyman deb. Shuning uchun ham do'stlar, aldanmanglar. Qilinglar. Men boshqalarga qildiringlar demayman do'stlar. Qildiringlar. Hamma albatta o'zining nonini, birovni nonini oshiqcha yeb qo'ya olmaydi. Faqat ba'zi bir insonlarga, men hammani ham demayman, ba'zi bir insonlarga mana shunaqa bo'lib aldanib, o'rtada qolib ketib qolmanglar. Shunaqa qilib haligi nima qilmanglarki, menga haligacha murojaat qilayotgan insonlar ham ko'p shunday bo'lib chiqayotganlar. Shu meni asosiy yetkazib qo'yadigan nimam shu edi. Mana shu asosiy birinchi vakansiya, ikkinchisi mana shu bizni boshqalar bilan haligi приглашение бесплатный borganingizdan keyin $2000 ga keyin nima qilasiz, to'lov qilasiz. Yevropaga yetib olganingizdan keyin to'lov qilasiz, falon qilasiz, piston qilasiz deganlarni oramizdagi farqimiz mana shu do'stlar. Hammalarning Alloh panohiga sog' salomat bo'linglar.